Üzəngilni jo'majı chiqaryapman deb o'ylamsizlar. Üzəngilni jo'majı chiqaryapman deb davransanmay, men filmni to'liq ko'rib chiqing, tayyorlash darsini yo'llayaptim. Savgodin 35 gram solamiz. Kakao uchundan 40 gram solamiz. Mazmunni qo'llash yuzasidan yurak yulduz belgisini alt raqamini besib qo'ying. Kakao uchun podshohi yana mushu zixojovdan 40 gram solamiz. Xushpuroq shenjao lozidan 60 gram solamiz. Bajovdan 14 gram solamiz. Hindiston ochiqlasidan 22 gram solamiz. Ko'k lochindandan 10 gram solamiz. Shoxishandan 10 gram solamiz. O'zg'on chiqqan eng nochi chiqqan jo'majining rasmiy inkos rayini qoldirib qo'ying, hammamiz birga ko'rib boqaylik. Keskin lazdan 30 gram, guypidin 14 gram solamiz. Qurtilgan zanjibildan 14 gram solamiz. Aqmishdan 15 gram solamiz. Bayjidin 7 gram solamiz. Loxangodan 1 tal solamiz. G'il zanjibildan 60 gram, samsoqdan 60 gram, so'ng piyozdan 130 gram solamiz. Mana shundoq jo'maji ochiq, boshpachaq, shovko, lampon, rampiza, chowmefi mush bozorlik bo'layotgan kasblarda nima o'rgansan bu degan ishki raqamlarni o'rganish qiziqmay ustam deganlar 3 raqamlarni yo'llab qo'ying. Tayyorlagan dori-darmonlarni 25 kilo so'g' solamiz. Orqadan pakizlab tayyorlagan danji to'xini qozonga solamiz. Hamda tuz ta'min tanishib olamiz. Buningga 80 gram atrofi tuz solamiz. Az miqdorda vejan, jejang, jefin solamiz. Vejan, jejang yoqtirmaydiganlar solmasangiz bo'ladi. Orqadan takshi holatda aralashtirib dori-darmonlarni eritib olgandan keyin cho'ng qozonga to'kib 1 soat atrofida dimlab pishirib olamiz. Bugun oldinglarmi? Mazmuni to'liq ko'rgan yoqtirgan do'stlar 710 raqamini yo'llab qo'ying. O'sha jo'maji malatdan ochiq boshpachaq kasbini o'rgansan bo'ldi deganlarga Urumchi naq maydon amaliy holatda o'rgatyapmiz. O'rganmoqchi bo'lsangiz uchur qiling.